Assalomu alaykum, hurmatli aka parkent kuzatuvchilari. Bizlar navbatdagi obyektimiz Parkent tumani Istiqbol mahallasida bo'ladi. To'g'ri baho berib qo'yasizlar. Biz bu obyektimizga bittadan bitta eshik berganmiz. Alibet zolotoy dub rangidan bir qavat yo'l o'ynalar bilan qo'yib berdik. Mana shunaqa apshipkalar qilib cho'tka qilib yopib berganmiz. To'g'ri baho berib qo'yasizlar. Mana biz bu aksadan premium kompozitchalardan qo'yib berganmiz. Aksa zamonaviy bilan qo'yib oldik. Bizning ichkaridan ko'rinishi. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, tanlovlar adashmaylar. Ana oddiy sherdan premium uchkalar berganmiz. Fornaxdan original panelda qo'yib berdik. Portchkamizga ham skryuty mexanizm qo'yib berganmiz. Mana shunaqa tepaga ochiladigan skryuty mexanizmni qo'yib berganmiz. Mana xizmatimizni ko'rdinglar. Kimga shuni xizmatli kerak bo'lsa, Akfa Parkentga murojaat qilaveringlar. Ishlarni cho'tga qilib bitirib beramiz. Tanlovda adashmanglar. Aloqaga chiqinglar.